Keldim, mana qizlarni hali telefoni ishlamaganmi? Juda aloqaga chiqishmadi hali. Qizlar qani? Keladilar. Oh my god, qayerda ekanlar? Mana kelishdi. Xudoga shukr. Mana Maftuna qiz, Nizarnigor qiz kelishdi. Xudoga shukr, sog' salomat yetib kelishdi. Endi asta uyga. Uyni kartasini topamiz, uyga yo'l olamiz. Ota-onalari xavotir olmangizlar. Mana yetib kelishdi, sog' salomat. Allohga shukr. Yetib kelishdi. Uyni kaliti Dildorda edi. Dildordan kalit olishga keldim men. Ana bo'ldi. Topishim qiyin bo'ldi. O'zi har safar shunday bo'ladi. Adashib o'tib ketaman, boshqa qilaman. Ikkinchi terminalda ekan bular. Men birinchi terminalga borib o'tibman 2 marta. Keyin bir marta ikkinchi terminalda oldidan ham o'tib ketibman. Hozir ularga kalitni berib, tushirib qaytdim, ovqatni qaytayin deb. Ovqatni qaytaman men. Sizlar kirib joylashaveringlar deb qaytdim. Bir qadam qo'y. Qo'sa. Endi shunday o'tamiz. 4 ta uymi? 5 ta uy tepaga chiqamiz. Zaryadim o'lib qoldi shunga. Orada videolarim chala bo'lib qoldi, qo'yilmay. Ular kelganini ololmay ham qoldim. Mashina to'xtab turish mumkin emasdan aeroportda nimasida. Shunday.